Munisa Rizayeva haqida xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum aziz obunachi. Kanalimizga xush kelibsiz. Shou biznes olamidagi eng so'nggi xabarlarni bilishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lishni hamda video ostidagi bor yo'g'i bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Shu yaqin orada konsert berishni rejalashtiryapsizmi deya savol murojaatda Munisa Rizayeva ha albatta deya javob berdi. Xudo xohlasa, keyingi yil konsert berish niyati borligini ma'lum qildi. Chunki 1,5 yil oldin ona bo'lganini, farzandi hali yoshligini, hozirgi kunda Munisa Rizayeva oilasi bilan bandligini aytdi. Bolasi kattaroq bo'lgandan so'ng albatta shou ko'rsatishini, konsert berishini va'da qildi. Munisa Rizayeva muxlislari omad tilagan holda like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'ling, biz sizga shou biznes olamidagi eng so'nggi xabarlarni yetkazib turamiz. Xayr, salomat bo'ling.